Assalomu alaykum akalar. Ko'rishingiz mumkin. Nejaveka rang 500 kilogacha bemalol yuk ko'tarib oladi. Toshkent shahriga hozir dastlabki xizmatini amalga oshiryapmiz akalar. Balon razmeri 375 ga 12 lik, miga motor 1200 vatt qilib ishlangan. Akkumulyatorlar 45 amperli akkumulyatorlar akalar 5 ta qo'yilgan. 5 ta emas akalar, 6 ta qo'yilgan ekan. O'zingiz ko'rishingiz mumkin. Motorimiz o'ta ham chiroyli qilib ishlangan. Nejaveka ranglari ham o'ta ham go'zal qilib ishlab qo'yilgan. Assalomu alaykum, xayrullo aka, yaxshimisiz? Alaykum assalom aka, tuzimsiz? Rahmat, taqob ketyapti o'ziga. Toshkentda qaytiga? Toshkent viloyatiga. Toshkent viloyatiga? Qayerga? Zarkentdan keyingi viloyatiga, Zarkent tarafga. Zarkent tarafga. Xo'p, akamiz bu uchinchisimi akamizga? Uchinchisi. Xo'p, nima qo'shib beryapmiz aka? Akam 3-4 zakaz qilishgan uchun qishloq xo'jaligida yashayotganlar, chorva bilan shug'ullanishar ekan, o'shanga jodi. Jodi aka. Orqadan ko'rsatgan jodini. Bo'ldi aka. Jodi akalar o'zingiz ko'rishingiz mumkin. Bemalol o'tirib, mayda chuda chopgan bo'laveradi. Akalar bemalol pastki nomerlarga telefon qilib kelishingiz mumkin. Akalar bundan tashqari bunaqa oddiy ustolcha emas. Xolasini mana bunday turdagi pol kabinali variantlarimiz qilma. Xolasini 600 kilolik, xolasini fonni ochiq 600 kilo, xolasini fonni yopig'i, xolasini mana bunday turdagi 1 tonnagacha yuk ko'taruvchi pol kabina fonni yopiq variantlarimiz ham bor akalar. Bemalol pastki nomerlarga telefon qilib kelishingiz mumkin. Akalar sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.